tasavvur ham qilmadim. Yaxshi insonlar juda ko'p ekan. Boshida ikkilandim. Xato qildimmikin? Nima qilsam to'g'ri yo'l bo'larkin? Allohga tavakkal qildim. Avvalo Xudo, qolaversa shu jiyanim bloger qizimiz sababchi bo'ldilar. Shu aytganimdek, o'sha uyim, somsaxonam yopilgandan keyin men hali umuman dasmayam, nimalarim ham qolmagan hisob 2 kilo unim, bitta aravacham, jichchagina savatda idishda vog'im bilan qoldim. Keyin endi o'tgan nimalarni eslamayman, bag'iga Xudo xolasa qaytadan o'zimni kashf qilishga harakat qildim. Endi ozmi ko'pmi ozgina birar qadam yurdim. Hali ancha yo'l ko'p. Shu yomg'irda qolgan 2 kilo unim bilan ish boshladim, lekin aslida shu qiz sababchi bo'lib internetga chiqqandan keyin yaxshi insonlar o'zini onasidek, xolasidek qabul qilishdi. Ko'p blogerlarimiz, to'g'ri anaqa tadbirkorlarimiz qo'llab-quvvatlashdi. Mana ulardan pulni so'ramadim. Uni olib kelib berganlar bo'ldi. Piyoz tashlab ketganlar menga ancha nima bo'ldi. Hali ishimni o'nashimga sabab bo'ldi. Asosiy buyuk karaman pech berdi, qiynalib, bitta kichkinagina pechda qiynalayotgan edim. Birdaniga 100 ta somsa pishirdim. Haligini umrim davomida orzu qilganim deb qabul qildim. Oldingi ularga bilan tushgan nimamda ham bor. Tandirga yuzgandek chiroyli qilib pishirdi. Yana ham Xudoyim meni shu chiqarayotgan mahsulotimni odamlarga yoqtirdi. Shu nimalarida kommentariyalarda yozishadi, erinmay kechasi soat 12-1 gacha ish qilaman hozirgi kunda ham. Ertalabgacha kommentariya o'qib chiqaman. Yoqqanini qayta o'qiyman. Meni qo'llab-quvvatlab, o'zini onasidek qabul qilgan avvalo xalqimizga, bizga obunachi bo'lganlarga ming rahmat, sabr-toqatlariga, men dardimga sherik bo'lganlarga kattadan katta rahmat aytaman avvalambor.